Hammaga salom, hurmatli obunachilar. Kelinglar, bugun sizlar bilan 21-iyul 2-smenani savolini ko'rib chiqamiz. Birinchisida 5 metr kub hajm suv 1 litrli idishlarga quysak, necha idish kerak bo'ladi? Biz bilamiz, to, что 1 metr kub bu 1000 detsimetr kub. Qayerdan keladi? Bu kubga oshirganimizda. Bu yoqdan biz yoziladigan bo'lsa, 5 ga ko'paytiramiz. 5 metr kub, shunda bizda 5000 detsimetr kub bo'ladi. 5000 detsimetr kub bu 5000 litr degani. Demak, 5000 ta 1 litrli idish kerak bo'ladi. Bu D javob. Ikkinchisi, yarim aylana perimetrini toping. Aylana perimetri bu 2πr. Aylana perimetri agar bunaqasiga davom etganda bu 2πr bo'lgan bo'lardi va L bizada hozir yarimi bo'lgani uchun buni yarimini topamiz, 2 ga bo'lamiz. Demak, L bizada PR bo'lib qoladi. Faqat PR plus D ni qo'shib qo'yishimiz kerak. Nega? Chunki bu mana shu yarim aylana mana bu ham kiradi, bu qismi ham. Endi bu qismi ham kiradi degani bu bunaqa holatda hisoblaymiz. L barobar P, ya'ni 3 deb olinadigan ko'paygan R 8 ga plus D 16. Buni hisoblaydigan bo'lsa 24 plus 16 yoki 40 degan javob chiqadi. 40 esa D javobda keltirilgan. Tushunarli bo'ldigan bilan bu tomonni ham qo'shish kerak. Keyingisi 6 ta ot va 11 ta sigir bir kunda jami 120 qaraganda 33 pichan yeydi. Okey, jami menimcha 33 ta pichan yesa kerak. Agar 7 ta ot va 5 ta sigirga ko'p pichan yesa, bitta ot bir kunda qancha pichan yeydi? Okey, bu yerda savol ozgina g'alati ketib qolibdi. Bu g'alati savol ketib qolgan. Mana ruscha yozib to'g'ri berilgan ancha. 6 лошадиных коров за один день съедают вместе с лошадками. Okey. Otlarni x qilib oladigan bo'lsak, sigirlarni y deb olamiz. Qarang. 6 ta ot plus 11 ta sigir bir kunda 120 kilo yerkan. Ikkinchisida aytayapti, 7 ta ot 33 kiloga ko'p 33 kilo ko'p nima yeydi? Pichan yeydi. 5 ta sigirga qaraganda. Demak, 7 ta ot barobar 5 ta sigir qo'shilgan 33 qilib yozsak bo'ladi. Shunda 6x plus 11y barobar 120 ga bo'ladi va 7x minus 5y bu barobar 33 ga bo'ladi. Bu yerdan sistemani ishlab qo'ysak bo'ladi. Kelinglar ikkala tomonni ko'paytiramiz. Buni 15 ga, buni 11 ga. Va bu yerdan 30x plus 55y barobar 600 bo'ladi. Va ikkinchi holatda 77x ayrilgan 55y barobar 33 11 bo'lib qoldi, to'g'rimi? 10 ga ko'paytirsak 330, yana bitta 33 363 bo'ladi. Endi buni qo'shib yuboradigan bo'lsak, bular qisqarib ketadi. 107x barobar 963 ga va x barobar 963 taqsim 107 ga. Va bu bizada 9 tadan degani. Demak, bittasi 9 ta yeydi. 9 kilogram pichan yeydi bitta ot. Chunki bizada x bu ot edi. Biz x ni topdik, bu 9 ekan. Keyingisi, quyidagi chizma ma'lumotlardan foydalangan holda noma'lum burchakni toping. Xo'p, bu yoyiq burchak har doim 180 bo'ladi. Demak, biz 180 dan ayiramiz. Ya'ni 180 bizda teng bo'lishi kerak 58 plus 85 plus x ga. Va bu yerdan x barobar 180 dan ayiramiz 58 ni, ayiramiz 85 ni. Va x bizda necha bo'ladi bunaqa holatda? 85 ni ayirsak 95 qoladi. 95 dan 60 ni ayirsak 35, 37 gradus bo'lib qoladi. 37 gradus esa A javobga keltirilgan. Keyingisi решите уравнение, tenglamani yeching degan. Bu tenglamani yechish uchun mahrajini o'ng tomonga o'tkazib olamiz. Ya'ni x minus 3 barobar 3 ko'paygan 14 bo'ladi. Va bu yerdan x barobar 3 ko'paygan 14 plus 3 bo'ladi. Buni hisoblasak bizda 42 plus 3 45 bo'lib qoladi. 45 esa B javobda keltirilgan. 6-savol. Olim 200 so'z yozganda 90% so'zni to'g'ri yozadi. Olim necha to'g'ri so'z yozgan? Okey, 200 bu 100% bo'ladigan bo'lsa, olim yozgan to'g'ri so'zlar bu 90%. Demak, x barobar 90 ko'paygan 200 taqsim 100 bo'ladi. Bularni qisqartiradigan bo'lsa 180 ta to'g'ri so'z yozgan olim. To'g'ri so'zlar soni 180 ta, xatolari 20 ta. Keyingisi, berilgan 5 xonali sonlar ayirmasidan a plus b plus c ni toping. Okey, mana bu sonlar berilgan, ya'ni bular bitta qanaqadir sonlar. 27 70 a1 ayrilgan 15 b 90 javobi c
3, 6, 2, 1. To'g'rimi? Qachon shunaqa bo'ladi? Ya'ni 1 dan 0 ni ayirsak 1 bo'ladi. Demak, c barobar 1 ga. C ni topdik. A dan 9 ni ayirsak 3 bo'ladi. A dan 9 ni ayiradigan bo'lsak 3 bo'ladi. Demak, A barobar 12 ga. 12 deb yozamiz. Demak, oxirgi son 2. Demak, A barobar 2 ga bo'ladi. B ni topamiz. 7 dan 7 bo'lmaydi, chunki o'sha bitta olamiz. 12 bo'lib ketgandan keyin 6 dan A ni ayiradigan bo'lsak 6 bo'ladi. Demak, A barobar, B barobar 0 ga bo'lib qoladi. Demak, ularning yig'indisi 1 plus 0 plus, to есть 2 plus 0 plus 1 yoki 3 degan javob chiqadi. 3 esa bizda A javobga keltirilgan. Keyingisi bankga qo'yilgan pul yiliga 20% ko'payadi. Anvar 1 million pul qo'yganda 1 yildan so'ng uning puli qancha bo'ladi? Okey, 20% ko'paysa 200 ming, ya'ni 1 millionni 1 millionni 20% bu 0,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu bizada 0 ga ketadi bitta. Bitta 0 ga ketadigan bo'lsa 2 ko'paygan 1 2 xullas 200 ming bo'lib qoladi. 200 ming pul bo'ladi. Demak, 200 mingga qo'shiladigan bo'lsa, uni puli 1 million 200 ming bo'lib qoladi. 1 million 200 ming hozir uni puli bor. 1 million 200 ming bu C javobga keltirilgan. Keyingisi, Durdona oshxonada kuniga 1,5 litr yog' ishlatadi. 9 litr yog' Durdonaga necha kunga yetadi? Okey, 2 kunga 3 litr ishlatadi, 4 kunga 6 litr va 6 kunga 9 litr ishlatadi. Demak, Durdonaga 9 litr yog' 6 kunga yetadi. 10-savol. Amudaryo uzunligi bu bo'lsa, Sirdaryo esa undan bunga uzun. Sirdaryo uzunligi qancha? Okey, Sirdaryo uzunligi bu Amudaryo uzunligi plus 447 degan. Demak, Sirdaryo uzunligi bizda barobar bo'ladi. 2567 qo'shilgan 447. Ustun ko'rinishda har doim hisoblanadi. Tezroq topasizlar javobni. To'g'ri 1. Bu to'g'ri-da, menimcha. To'g'ri ekanda. 01 1 901 23 3014. 3014 kilometr bu Amudaryo Sirdaryo uzunligi bo'ladi shunda. Xo'p, bu majburiy matematikadan 21-iyul 2026-yil 2-smenada tushgan savol edi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar qayerdadir savollar bo'lsa, bizga bemalol Telegram orqali murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamma savollarga javob qaytarishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Imtihoningizda omad.